Aholiga xizmat ko'rsatuvchi budjet tashkilotlari gaz va neft mahsulotlarini sotuvchi, shuningdek mulkni ijaraga beruvchi yuridik shaxslar majburiy tartibda elektron to'lov tizimlariga ulanishi lozim. Ular mijozlarga aynan shu tizimlar orqali to'lov amalga oshirish imkonini yaratib berishi shart. Aks holda buni bajarmaslik terminal orqali to'lovni rad etish bilan barobar hisoblanadi va belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi o'quv seminarda ana shu haqda atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi va tadbirkorlar uchun qulay to'lov imkoniyatlarini yaratish, shu orqali hisob-kitob jarayonlarini zamonaviy asosda tashkil etish yo'nalishida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu maqsadda Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 26 fevral kuni elektron to'lov tizimlari xizmatlaridan foydalanishni kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2025-yil 1-iyuldan e'tiboran aholiga xizmat ko'rsatuvchi budjet tashkilotlar, shuningdek gaz va neft mahsulotini sotuvchi hamda mulkni ijaraga beruvchi yuridik shaxslar elektron to'lov tizimlariga majburiy ravishda ulanishi shart etib belgilandi. Shuningdek, qarorga muvofiq elektron to'lovni qabul qilishdan bosh tortgan holatlar hisob-kitob terminallari orqali to'lovlarni qabul qilishni rad etish bilan tenglashtiriladi va qonunchilikka muvofiq chora ko'riladi. Mazkur normativ-huquqiy hujjat mazmun-mohiyatini tadbirkorlarga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasida o'quv seminari tashkil etildi. Tadbirda hududlarda faoliyat yuritayotgan avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalari rahbarlari ham Zoom platformasi orqali masofadan ishtirok etishdi. Seminarda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari dastlab seminar qatnashchilariga qaror mazmun mohiyati xususida atroflicha tushuntirishlar berdi. Shuningdek, viloyatda faoliyat yuritib kelayotgan 433 ta avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarining barchasi elektron to'lov tizimlariga to'liq ulanishi, QR kod orqali to'lov qabul qilishi hamda hisob-kitoblarni raqamli shaklda yuritish lozimligi bildirildi. Seminarda elektron to'lov xizmatlarini ko'rsatayotgan kompaniyalar vakillari ham mazkur tizimning afzalliklari, xavfsizligi va ishonchliligi haqida tushuntirishlar berishdi. Joriy yilning 26 fevral kuni Vazirlar Mahkamasining 117-sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025-yil 1-iyuldan boshlab aholiga xizmat ko'rsatuvchi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari majburiy tartibda elektron to'lov tizimlariga ulanishi hamda to'lovlarni ular orqali amalga oshirilishi belgilangan. Bugun bo'lib o'tgan seminarda ushbu yo'nalishda faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlarga atroflicha ma'lumot berdik. Elektron to'lov tizimlariga to'liq ulanishi, QR kod orqali to'lovlar qabul qilinishi va bu bir jismoniy shaxs kartochkasidan boshqa jismoniy shaxs kartochkasiga pul o'tkazish holatlari kabi huquqbuzarliklarning oldi olinadi. Qarorda elektron to'lovlarni qabul qilishdan bosh tortgan holatlar Soliq kodeksining 221-moddasiga binoan nazorat kassa texnikasini qo'llamasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar ko'rsatganlik, xaridorlarga chek bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik soliq huquqbuzarligi sanaladi va belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Seminar yakunida tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldilar.